Jabr deydi hayot yomon, nima qilaman, qaynonam bilan munosabatimiz yomon. Erim menga qaramayapti, mehr bermayapti. Bo'lsa, bilingki bunaqa energiya bilan siz hayotda na bolalaringizni, na eringizni zaryad qila olmaysiz. Chunki bu passiv energiya, bu nihoyatda negativ energiya. Nabarot bunaqa odamlardan erkaklar ham hamma, hattoki bolalar ham qochadi. Ertalab uyg'onganingizda propeller bo'ling. Shunaqa turing, nima qilay? Dunyoni prosta hozir ustun qila olaman. Shu qadar energiyam ko'p. Nima qilishim kerak? Biznes o'ylay. Yangi ish qilishim kerak. Nimadirlar qilay deganingizda hayotingizga shunchaki yana ham ko'p narsalar kelishni boshlaydi. Bunaqa energiya zaryad bilan bilasiz, nima qilasiz? Butun uyni zaryadlab tashlaysiz-da, butun uy zaryad oladi. Tinchlikmi, nima qildi sanga deydi. Siz конечно, hammasi zo'r deysiz. Zaryad berib tashlaysiz. Siz adajonisiz zo'r ishlang, ishingiz zo'r bo'lsin, inshaalloh barakasi bo'lsin deysiz, duo qilasiz, boshqa qilasiz. Uyga ketkizib borasizmi? Tashqariga chiqgan erkak qanday chiqib ketadi? Shunchaki hissiyot bilan chiqib ketadi. Ich-ichidan sizdan zaryad olib chiqib ketadi.